Prosta itsan. Qozog'istondan uyingdaman. Qayerdasan? Bir o'zim kelganman. Yonimda hech kim yo'q. Bir o'zimman. Men bilan bo'ydan qochib Kamil bilan ushdi. 11-mayga liga bermoqchi bo'lsa qochib yursan. Lekin tiqib qolishni bilasan. Neужели sen o'zingkilar, o'zing yurtingdagilar gapirmaydi? Ozgina mujik bo'lganda. Sen prosta. Shakal suka. Humoyun To'xtamurodov gapirganda talashibman. Bular meni oilam. Ular haqida nega gapirmay desam, sen qarab turgan. Ko'rasan hali vaqt ko'rsatadi. Ular faqat foydalanadi. Odamning qadr-qimmati yo'q degan. Mana 10-marta guvoh bo'lib turibman mana shu narsaga. Bilmadim, men shu oktagonligi uchun borimni berdim-da, jonimni berdim. O'zim xohlamagan narsalarni ham chiqarish kerak deb biz o'sha обращенияларni chiqaramiz. Keyin bu yoqda kim tiyapchi? Odilxon tiyapchi. Kim yomon? Odilxon yomon. Hammaga yomon ko'rinib, mana shu ligani obro'sini ko'tardik-da. Men boshqa ligaga o'taman, xudo xolasa. Men o'sha yerda shunaqa gullataman. Oktagon degan to'pga olib chiqqan odam, xudo xolasa, boshqa joyda ham mana shunaqa ko'taramiz, xudo xolasa. Sabr. Время покажет. Bilmadim, menimcha ancha-munchasiga emasda bir o'zi kirib borish, bir o'zi boshqa davlatga mana shular orasiga, raqiblar orasiga kirib borish betingga siyaman zo'ringda. Almatadaman mana. O'zbekistondan kelib, mana Almatada mana senlarga gapiryapsan, kitlarga o'sha menga tashib qolgan cho'tlarga kelish mana. Mana lichkam ham ochiq, nomerim ham ochiq, hamma narsa ochiq. Yoz, men lokatsiyani tashiyman, kelaring itlar.